Yurtimizda 1-apreldan boshlab favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida tadbirlar boshlandi. Mazkur oylikda sel va suv toshqini hodisalarining oldini olishga qaratilgan tadbirlar kuchaytirilgan tartibda o'tkaziladi. Ishlarni joylarda samarali tashkil etish yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligining markaziy apparatida respublika shtabi tashkil etilgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi eksperti batafsil ma'lumot beradi. Toshqinga qarshi hukumat komissiyasining tegishli qaroriga asosan vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda respublika va hududiy darajadagi shtablar tashkil qilindi. Mazkur shtablarning asosiy vazifasi etib favqulodda vaziyatlarni barvaqt aniqlash, tezkor axborot almashinuvini ta'minlash va kuch vositalarini muvofiqlashtirishdan iborat etib belgilandi. Shu bilan birga respublikamizdagi xavfli hududlarda nazorat kuzatuv postlari tashkil qilinib, ularda doimiy monitoring ishlari yo'lga qo'yildi. Qo'shimcha ravishda shuni aytib o'tish joizki, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha hukumat komissiyasining qaroriga asosan joriy yilning 1-aprelidan boshlab respublikamiz hududida fuqaro muhofazasi oyligi o'tkaziladi. Ushbu oylik doirasida aholimizdan favqulodda vaziyatlarga tayyorlash va profilaktik tadbirlarda o'tkaziladigan amaliy tadbirlarda faol ishtirok etishlarini so'raymiz. Shuni unutmasligimiz kerakki, xavfsizlik bu faqat davlatning emas, har birimizning shaxsiy mas'uliyatimizdir.